Audio Jungle. Assalomu alaykum. Hurmatli bobo dehqonlar, kanalimiz muxlislari. Mana bugun biz sizlarga namoyish etadigan bodring navi Heydway F1 deb ataladi. Yangi navi Turkiyaning Syngenta firmasining mahsuloti. Biz har yili mana shu Syngenta firmasini urug'laridan ekib baraka topyapmiz. Bu yil bu ikkinchi ekin hisoblanadi bizda, chunki birinchisida biz kartoshka ekkan edik. Kartoshkani aprel oyida kavlab sotdik va mana bu bodringlarni ekkanimizga bugun 24 kun bo'ldi. 24 kunda mana shunday natijaga erishdik. Nasib bo'lsa yana 15 kundan keyin birinchi terimni qilishimiz mumkin. Kanalimizni kuzatib boring. Bundan keyin mana bu bodring rivojlanishi haqida va boshqa dehqonchiliklar haqida sizga ma'lumot berib boramiz. Salomat bo'ling, xayr. Assalomu alaykum. Hurmatli bobo dehqonlar, kanalimiz